Assalomu alaykum aka-ukalar, hamkasblar. Mana kardavan ona arilarimizni bolalari ishcharilar chiqishni boshlabdi. Shunga sizlarga ilinib tashlayapman. Ona arisi birinchi urug'idan ona ari chiqaruvdim. Uni ham ko'rdilaring. Endi bunisini ham mana ona arini o'zi. Endi ishcharilarni ham ko'rsatib qo'yay deb videoga olyapman. Mana ona arini o'zi. Nihoyatda chiroyli, nihoyatda yaxshi chiqdi bolalari. Yordam qo'shmadim, shu bo'lingan bo'yicha endi urug'ga kirib, endi xudo xolasa ko'payib ketadi. Mana shu urug'da ham yaxshi chechar ekan kardamonlar bolalari. Xudo xolasa Alloh nasib qilsa 30-31-lardan urug'lantirishni boshlayman. 15 kun o'zimda saqlasam, 10-lardan urug'ga kirsa 15 kun saqlasam 25-lardan Alloh nasib qilsa sotuvga chiqaraman. Xudo xolasa keyingi partiyasini. Kerak odam aloqaga chiqaveradi. Shunda gaplashamiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar.